Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz mavhum ma'lumot turlari. Abstrakt turlar. Mavhum ma'lumot turlari. Bu ma'lumotlar strukturalari bo'lib, ular dasturlashda ma'lumotlarni qanday saqlash va ishlatishni ta'minlash. Mavhum ma'lumot turlari dasturlash tillarida ko'pincha obyektlarni yaratish va ularni ishlatish jarayonida keng qo'llaniladi. Sinflar. Sinf bu ma'lum bir obyektning holati va xatti-harakatlarini ifodalovchi obyektdir. Sinf o'zgaruvchilari va metodlari bo'lishi mumkin. Masalan, avtomobil sinflarida uning rangi, tezligi va boshqa xususiyatlari inobatga olinadi. Abstrakt data bu ma'lumotlarni saqlash va ularga ishlov berish usullarini aniqlovchi matematik modeldir. Asosan ma'lumotlarga qanday saqlanishi yoki ularni qanday ishlash emas, balki faqat ularni qanday ishlatish mumkinligini belgilaydi. Adatining asosiy xususiyatlari. Adati ma'lumotlarni qanday tashkil etish emas, balki ular bilan qanday ma'lumotlar bajarish aniqligini. Masalan, quyi navbat adatini navbatdagi elementlarni qanday qo'shish yoki olib tashlash mumkinligini belgilaydi, lekin uning qanday tezligini, ro'yxat yoki massivligini aytmaydi. Stack bu prinsip asosida ishlovchi ma'lumotlar turi. Yangi qo'shilgan element faqat yuqoridan olinadi va qo'shiladi. Quyi prinsip asosida ishlaydi, ya'ni birinchi kirgan element birinchi chiqadi. List ro'yxat bu elementning ketma-ketligi bo'lib, unda elementlarni qo'shish, ochish yoki o'zgartirish mumkin. Adati elementlar dasturlash tillarida ishlatilishi. Asosan C++ va boshqa dasturlash tillarida. Python tilida ro'yxat, satr va diktlar asosida sinflab ishlatiladi. Birinchi bo'lib stack elementini misolida ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib stack kiritiladi, element qo'shish. Elementlar aniqlanadi. Eng yuqori element ko'rsatiladi. Elementni olib tashlash. Qaysi element olib tashlash mumkinligi pop yordamida tanitiladi. Quyi elementni navbatga qo'shish. Quyi append yordamida elementlar kiritiladi. Navbatning birinchi elementini ko'rish. Birinchi eng kichik element ko'rsatiladi. Elementni navbatdan olib tashlash. Qaysi elementlar olib tashlanishi haqida ma'lumot beriladi. Bo'sh ro'yxat yaratish. Listda mylist sifatida kiritiladi. Elementni ro'yxatga qo'shish. Qo'shiladigan elementlar kiritiladi. 0 pozitsiyada 10 ni qo'shamiz, 1 pozitsiyada 20 ni qo'shamiz. Ro'yxatni ko'rish. Elementni olish. Elementni o'chirish va ro'yxatni ko'rish orqali misolimiz yakunlanadi. E'tiboringiz uchun